Xo'p, bunaqada boshlaymiz. Qarang. Umumiy haqiqatlarga nisbatan birinchi navbatda present simple va present continuous tushuntirib o'tgan paytimda birinchidan present simple hozirgi oddiy zamon hisoblanadi. Nima uchun ishlatamiz? Har kuni bajaradigan ish harakatlariga nisbatan ishlatamiz. Birinchisi, ikkinchisi jadval asosida sodir bo'ladigan ish harakatlariga nisbatan ishlatamiz. Uchinchisi umumiy haqiqatlarga nisbatan ishlatamiz va to'rtinchisi esa ya'ni his-tuyg'u fe'llariga nisbatan, present simple ni ishlatamiz. His-tuyg'u fe'llariga nisbatan ishlatamiz. Endi har bittasini men sizlarga formulasi bo'yicha, sizlarga tushuntiraman hozir. Birinchi navbatda, ya'ni present simple ni formulasi. Present simple structure. Xo'p, strukturasini birinchi navbatda. Xo'p, subject bilasiz, ya'ni ega hisoblanadi. Subject plus xo'p, verb 1 yoki qarang, yoki fe'lga s yoki es ishlatamiz. Es yoki es ishlatamiz. Nima uchun ishlatamiz? Faqat s yoki esni he she'tlariga nisbatan ishlatamiz. Fe'lning uchun shakliga nisbatan, shaxslarga nisbatan o'zi. Xo'p, va plus complement plus modifier. Xo'p, modifier. Endi qarang. Subject plus verb plus yoki s yoki s plus complement plus modifier. Xo'p, endi bitta gap tuzamiz. Misol uchun, birinchi har kuni bajaradigan ish harakatlariga nisbatan I go to school. Every day. Men har kuni maktabga boraman. Ya'ni doimiy sodir bo'layotgan ish harakatingiz aynan shularga nisbatan present simple da ishlatyapsiz. Yoki I woke up at 7 o'clock. Xo'p, men soat 7 da nima qilaman? Ya'ni men soat 7 da turaman. Deydigan bo'lsangiz, siz nima deysiz? Ya'ni doimiy, ya'ni jadval asosida emas, ya'ni o'zingizga, ya'ni har kuni bajaradigan ish harakatlaringizga nisbatan bo'lib qolyapti. Qarang, I woke up at 7 o'clock. Yoki he she'tga nisbatan, ya'ni s yoki s ishlatgansiz, uchun he deylik, he works, ya'ni fe'lga s yoki s ishlatadi. Esdan chiqarmang. Works in a bank. U bankda ishlaydi. Mana misol uchun. Endi sizlar bilasizlarki, ya'ni s yoki s ni qachon ishlatamiz deganda men sizlarga plural formda aytib bergandimki, ya'ni agar oxirida s, double s, sh, ch, x, o harflar bilan tugasa, hop, s, double s, sh, ch, x, o harflar bilan tugasa nima ishlatamiz? Ya'ni es ishlatamiz degandiz. Esdan chiqarmang. Mana shu holatlarda ishlatamiz. Biz bu yerda voka, ya'ni work so'zi, ya'ni k harfi bilan tugagani uchun biz unga hech qanaqasiga, ya'ni es ishlatmaymiz, faqat s ni o'zini ishlatamiz. Qolgan har qanaqa so'zlar biladigan bo'lsa, unga biz nima ishlatamiz? Ya'ni s ni o'zini ishlataveramiz, faqat uchinchi shaxs birligida ishlatamiz. Esdan chiqarmang. Xo'p, yoki endi present simple ni, ya'ni ko'p ishlatadigan so'zlarimiz ham bor present simple da. Misol uchun ko'p ishlatiladigan so'zlar deyilgan. Yoki paytira ishlari desak ham bo'laveradi, muammo emas. Xo'p, ammo ko'p ishlatadigan so'zlar deb o'tsak, xo'p, always birinchi navbatda. Always ni qachon ishlatamiz? Always ni gapning o'rtasida ishlatamiz, Always har doim deb tarjima qilamiz. Va qachon ishlatamiz? Gapning o'rtasida ishlatamiz. Esdan chiqarmang. Yoki usually, odatda gapning o'rtasida. Ya'ni hozir men yozadigan har bitta so'z gapning o'rtasida
ishlatamiz, o'rtasida ishlatamiz. Xo'p, yoki often, tez. Xo'p, tez deb tarjima qilamiz. Buni ham gapning o'rtasida ishlatamiz. Xo'p, never hech qachon deb tarjima qilamiz. Mana buni ham gapning o'rtasida ishlatamiz. Xo'p, sometimes ba'zida deb tarjima qilamiz va buni ham gapning o'rtasida ishlatamiz, esdan chiqarmang. Xo'p, endi yana boshqa so'zlarimiz bor. Ya'ni everyday so'zimiz bor. Everyday ishlatamiz, ya'ni har kuni deb tarjima qilamiz. Gapning oxirida ishlatamiz. Endi siz aytasizmi-ku, ustoz, bu everyday so'zni gapning boshida ishlatsak bo'ladimi deysiz. Bo'ladi. Faqatgina qachon ishlatamiz? Virgul bilan ajratamiz. Misol uchun, everydayga bitta gap so'z beraman. Misol uchun, I play football every day. Men har kuni futbol o'ynayman. Ya'ni gapning oxirida ishlatyapmiz va hech qanaqa everydaydan oldin nuqta virgul degan narsa bo'lmaydi. Faqat everydaydan keyingina nuqta ishlatamiz. Endi qarang, agar gapning boshida ishlatadigan bo'lsak, everyday. Xo'p, virgul bilan ajratasiz. Everyday I play football. Ko'rasizmi? Har kuni men futbol o'ynayman deyapsiz. Mana shu holatda siz ishlatyapsiz. Faqat everydayni nima qilasiz? Ya'ni ajratib ko'rsatyapsiz. Mana shu holatdagina xolos. Ya'ni mana shunaqa so'zlarni ishlatamiz xolos. Ya'ni gapning alohida ishlatadigan bo'lsangiz, ya'ni virgul bilan ishlatsangiz bo'ladi. Xo'p, endi present simple-ni, ya'ni so'roq va inkor formulasidan yozib beray. Xo'p, subject plus don't yoki does not, esdan chiqarmang, don't yoki does not. Ya'ni I be usega nisbatan don't, hech yetga nisbatan does not ishlatamiz, plus va eng e'tibor beriladigan joyingiz verb one beryapti. Ya'ni fe'lning birinchi shakli. Hech qachon fe'lga s yoki yes yoki fe'lning ikkinchi shakli, boshqa holatlarni ishlatmaymiz. Fe'lning birinchi shaklini ishlatamiz. Plus complement plus modifier. Xo'p, modifier. Endi misol uchun bitta gap tuzib beraman. Xo'p, I don't hech dedik. Xo'p, you don't woke up early. Sen misol uchun shu joyda misol uchun you don't woke up early. Misol uchun sen erta turmaysan degan ma'noda ishlatyapmiz, ya'ni inkor ma'noda beryapmiz. Yoki he does not like coffee deydigan bo'lsa, misol uchun u kofeni yoqtirmaydi. Qarang, e'tibor beradigan joyingiz qayer? Ya'ni fe'l turibdi, fe'lga hech narsa ishlatmayapmiz. Shuni joyda e'tibor bering. Ya'ni s yoki es ishlatmayapmiz-da, faqat bu yerdagi s yoki es qayerga o'tib ketdi? Does not ga o'tib ketdi. Shu joyda esdan chiqarmang bunda. Faqat hech yetga o'tib ketgan xolos. Qolgan I, you, misol uchun yuzlarga ishlatmaymiz. Esdan chiqarmang. S yoki eslarni ishlatmaysiz. Keyingisi so'roq shaklida. Don't yoki does not plus subject plus verb one ardomidagi esdan chiqarmang plus complement plus modifier. Modifier. Xo'p, endi bu yerda gap uzr, don't does deb yozibman. Ming bor uzr. Xo'p, not deb yozibman. Xo'p, endi savol beramiz. Do you Xo'p, do you speak English? Do you speak English? Very well. Ya'ni so'roq belgisi qo'yamiz, qarang. Siz ingliz tilida yaxshi gapira olasizmi deyapsiz? Yes, I do. Yoki, no,
I don't deb ishlatasiz. Ishdan chiqaradi. Mana shu holatda esa bu, ya'ni present simple so'roq shakli ekan. Mana sizlarga ajratib beryapman. Ishdan chiqarmang. Bu ya'ni inkor shakli, bunisi so'roq shakli, bunisi tepasidagi esa darak shakli hisoblanadi. Xo'p. Bu esa darak shakli hisoblanar ekan. Xo'p. Endi biz present continuousni o'tib beraman. Yana bitta mavzu. Ya'ni keyin sizlarga test shaklida ham beraman. Xo'p. Keyingisi. Present continuous. Ya'ni buni ma'nosi nimada? Hozirgi davomli zamon. Xo'p, hozirgi davomli zamon. Endi qachon ishlatamiz? Ya'ni hozirda davom etayotgan ish harakatlarga nisbatan, birinchi navbatda, hozir sodir bo'layotgan ish harakatlarga nisbatan. Qachon ishlatamiz? Qachon ishlatamiz? Birinchi savol. Mana deyimizga. Birinchisi hozir sodir bo'layotgan ish harakatlarga nisbatan ishlatamiz. Esdan chiqarmang. Ikkinchisi vaqtinchalik sodir bo'ladigan ish harakatlarga ishlatamiz. Xo'p, uchinchisi yaqin kelajakda shaxsan o'zingiz deyapman-a. Shaxsan, ya'ni o'zinglar rejalashtirgan ish harakatlarga nisbatan ishlatamiz. Esdan chiqarmang. Mana keyingisi xo'p, takrorlanib bezda qiladigan ish harakati yoki biz uchun u holatni hozir ishlatmaymiz. Keyingisi. Xo'p, mana shu 3 ta holatda esa biz present simple da present continuous da ishlatar ekanmiz. Xo'p. Endi buning formulasi qanaqa? Birinchi navbatda. Formulasi, ya'ni structure. Present continuous structure. Xo'p, bilasizki, subject plus am is are plus verbga ing ishlatamiz. Ing plus complement plus modifier. Modifier. Endi birinchi navbatda subjectni bilasiz. I, we, use, he, she, it bilasiz. Endi he is talking on the phone desak, nima bo'ladi? U hozir telefonda gaplashyapti. Qachon? Hozir yoki meni navni yozib qo'ysam bo'ladi. U hozir telefonda gaplashyapti. Qachon desak, hozir deb gapiraverasiz. Yoki bitta gap tuzib beraman. Misol uchun vaqtinchalik sodir bo'lgan ish harakatlarga bo'ldi. Endi qarang, yaqin kelajakda shaxsan o'zingiz rejalashtirgan ish harakatlarga nisbatan. Masalan, we are meeting the teacher. We are meeting the teacher tomorrow. Desiz bo'ladi. Yoki biz ertaga o'qituvchimizni uchratamiz. Ya'ni uchrashamiz deysiz mumkin. Yoki I am reading a book on Monday. Men dushanba kuni kitob o'qiyman deyapsiz. Faqat dushanba emas, mana shu kelayotgan dushanba kitob o'qiyman deysiz. Agar I am reading a book on Monday deb gapiryapsiz. Endi birinchi navbatda ko'p ishlatadigan so'zlarimiz bor ham bunda. Xo'p, ko'p
ishlatiladigan so'zlar. Qaysilar edi? Bilasiz, now, ya'ni now hozir deb tarjima qilamiz. Gapning oxirida ishlatamiz. Esdan chiqaramang. Xo'p, yana at the moment, ya'ni bu ham hozir deb tarjima qilamiz, hozirgi paytda deb tarjima qilamiz. Esdan chiqarmang. Keyingisi, misol uchun right now, bu ham hozir deb tarjima qilamiz. Keyingisi today, bugun da, masalan, bugun. Keyingisi this week, bu hafta, ya'ni bu hafta, ya'ni rejalashgan ish harakatlariga nisbatan ishlatamiz. Yoki oxirgisi qarang, at present. Ya'ni at present deyapsiz. Ya'ni hozir bu at present ham hozir deb tarjima qilamiz. Hozir. Tarjima qilamiz. Ko'rasizmi? Mana shu narsalarga nisbatan faqat present continuousni ishlatar ekansiz. Xo'p, endi present continuousni inkor shaklini subject plus am is are plus verbga ing plus complement plus modifier. Hop, ko'rasizmi? O'zi bu yerda notni yozib qo'ymayman. Not mana. Endi gapimiz. I am not riding a horse now. Men hozir ot minmayapman deyapmiz. Misol uchun I'm not riding a horse. Yoki he is not sleeping now. Misol uchun u hozir uxlamayapti deb aytyapsiz. Mana he's not sleeping. Ya'ni I am not riding a horse now. He's not sleeping now deb aytyapsiz. Esdan chiqarmang. Keyingisi, yana endi so'roq shaklida. Is are plus subject plus verbga ing plus complement plus modifier. Hop. Are you reading a book? No, I am not. Deb aytasiz. Yoki yes bo'ladi bo'lsa, yes I am deb ishlatsangiz bo'ladi. Aynan bu esa sizga, ya'ni so'roq shakli bo'lyapti. Agar yana misollar keltiradigan bo'lsak, masalan, are you studying? Are you studying now? Yes, I am. Siz hozir o'rganyapsizmi? Ya'ni inglizni o'rganyapsizmi, biror narsa o'rganyapsizmi deydigan bo'lsa, ha, men o'rganyapman deb aytyapsizlar. Esdan chiqaring. Mana shu holatlarda biz nima ishlatar ekanmiz? Present simple va present continuousni ishlatar ekanmiz. Xo'p, present simple va present continuousni ikkalasining farqi nimada deydigan bo'lsak, birinchi navbatda present simple shaxsan o'zi rejalashtirgan ish harakatlari bo'ladigan bo'lsa, shaxsan o'zi deb uzr. Present continuous shaxsan o'zi rejalashtirgan ish harakatlari yoki hozir davom etayotgan ish harakatlari bo'ladigan bo'lsa, xo'p, present simple-chi deydigansiz, present simple doimiy takrorlanib turadigan ish harakatlar hisoblanar ekan. Esdan chiqarmang. Mana shu holatlarda biz present simple va present continuousni ishlatamiz. Endi sizlarga o'rgatdim. Endi sizlarga